Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugungi videolarimizda bir-biridan chiroyli darvozalar haqida bo'ladi. Uyda usta ishlatib, oxirgi ishi darvoza bilan bitadigan xonadonlar bor. Bir-biridan chiroyli darvozalar xudo xolasa har birini kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz deyapti. Narxlari qolgan joylarga nisbatan ancha arzon qilib, iloji boricha kelishtirib, chiroyli narxlarda, xohlagan fasollarda chiroyli qilib beramiz deyapti. Xo'p, hozir o'zlaridan bir qator ma'lumotlar so'raymiz. Xohlasa pechatli desa, pechatli, ichini shumkali desa, shumkali variantlardan, nijavikali variantlarda hozir yangi chiqayotgan mana bunaqangi nijavikali variantlardan desa, nijavikali variantlardan qilib high-tech fasollarda qilib berishar ekan. O'zimiz xohlasa mana bunaqangi milliy naqsh ko'rinishida desa, milliy naqsh ko'rinishida xohlagan fasollaringda oqidan salang oqidan ular har biridan qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'zlari qilib berishar ekan. Ammo hozir ustakamiz o'zidan ma'lumotlarni hammasidan so'raymiz. O'zlarining narxlari bilan bir qator ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Qani bo'lmasa boshlaylik. Qadrdonlar, mana xudo xolasa ustakamiz o'zlaridan bular haqida qisqacha ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Siz jonim sog', ta'tillasizmi? Xudo xolasa buni endi muxlislarga bular qanday materiallardan yasalgan o'z batafsil ma'lumotlarni berib bering, tushuntirib bering. Bu darvozamiz 2023-2022 darvoza trendda bo'lgan darvozamiz. Lazerli darvoza bu zakaz bo'lgan. Zakazga chiqib ketadigan darvoza. Zakazga chiqib ketadigan darvoza. Xo'p, stoykalar 8-8 2 stenkada bo'lgan. Qalinligi 8-8 profil. Profillar. Taylari 8li 0 yangi shvellar. Shvellarda Taylandni shvellar qilib berilgan. Taylari shvellar. Xo'p, profillari chekalari 8 ga 4 1.7 stenka bo'lgan. Profillar poni 1.7, o'rtalari 6 ga 4 tushgan. 6 ga 4. Aha, stenka 1.7, listlari 1.8, ana shunchalik bo'lgan. Old orqalari germetik bo'lib, duppulash xudo xolasa yaxshi. Shunchalik bo'lgan ekan ichlari xudo xolasa moshni. Lazerlarini ham 1.8 listdan chiqarilgan. O'zi 2 qavat deyiladi. 1.8 listdan chiqarilgan. Mana qalinligi ham qalin. Bitta ko'rasizlar. Xo'p, keyin ko'p joyda ahamiyat bergan bo'lsangiz Abdurahmon aka. Profillari ko'p joyda bog'lari qalin bo'lib turib, mana bu narsalar burchakdagi narsalari, tagida kichkina profillari chiqib ketadi. Detalli narsalarga ahamiyat berishmaydi. Ha, o'sha biz o'shalarni e'tiborga olgan holda xudo xolasa mana shularni qalinni 1.3 ta qilib berdik mana. Hammasi bir xilda xudo xolasa moshni xizmat qilaveradigan narsa bo'ldi xudo xolasa. Endi buni uyga qo'yib yuborsa bo'lardi. Odamlar o'zi yaxshi narsa ishlatsin-da, xudo xolasa qalinda qilib berdi mana shularni. Buni zakazga bo'lgan darvozamiz. Hamma yo'q, bitta ko'ringlar, choklarni ko'ringlar. Hamma yo'q germetikada, surka, moshina qilib chiqarib berilgan. Ranglari mukri asfaltmi bu? Ha, rangi mukri asfalt, devokraskada ishlatilgan. Oldilariga mana anaqa sepilgan. O, sharmanka bu? Sharmanka anaqa. Antigraviy. Antigraviy. Fason qilib chiqargani sepilgan. Old orqalari germetik bo'lishi shunchalik bo'lgan. Endi orqasi sentr zamoyi bor. Buralari zamoyi bor. Eshigi qayerda bo'ladi hozir? Eshigi mana alohida, endi 4 metrlik uchun eshigini отдельно qilingan. Eshigi bitta bu yoqdan отдельно ochiladi-da, bunisi ikkita darvozaga mashina olib kirgani olib keladi. Narxlari necha pul bo'ladi? Xo'p, buni kvadratlari 1.200.000 so'mdan boshlanadi. 1.200.000 so'mdan 1.5 milliongacha agar metrlarda lazerlar nijavikalari bo'ladigan bo'lsa, bunisigacha qo'shilib qoladi. Bu skromli qilingan, nijavikasi yo'q, xudo xolasa. Nijavikasi yo'q, menga skromli o'zlari hali diqqatga hali jalb qilmaydiganroq, lekin chiroyli zo'r fason bo'lgan deganlarga mana xudo xolasa moshina fasonlarda. Xudo xolasa, xo'p, shu turishi hozir necha pulga tayyor bo'lyapti? Xo'p, buni turishi 16 million so'mga, xudo xolasa etagami o'rnagani chiqib ketadi. Xo'p, necha dedingiz? Xo'p, endi 392 bo'yi 370 xudo xolasa. 370 ga 392 deyapti. Endi navbatdagisini bitta ko'ringlar. Oq darvoza deganlarga mana oq bas ekan, maloshni, vikron kraska sepilgan, mashina kraskasi vikrondan ishlatilgan. O'ziga yarashtirish, unaqa niyashni qilib, tilosiyatga ajratib chiqqanmiz gullarni. Xo'p, buni listlari shershaviy bo'ladi, 1.3. Profillari ham 1.3 bo'ladi, old orqalari germetik bo'ladi. Mana buni ham ko'ring. Ovozidan shunchalik bo'lib, duppulab turibdi. Bu ham ichida shumkasi bor. Bir qavatli bas-da, to'g'rimi? Bir qavatda, lekin germekka tortilgan old orqada shpakilovka. O'sha hisobiga bu shunga o'xshab duppulab turadi, xudo xolasa. Agar buni shpakilovka qilsa yorilib ketadi. 3-4 oyda yorilib ketib qoladi. 3-4 oy, 6 oy, 7 oyda yorilib ketadi. Buni biz old orqasini germetikka qilganmiz, shunchalik qilib. Ko'rinishiga baho beringlar. Nima qilingan? Xo'p, narxlari necha pul deydi? Xo'p, buni kvadrat metrini vodiy bo'ylab 700 ming so'mdan qilib beramiz. Ustanovga borib o'rnashi hamma yo'q ichida. Vodiydan tashqariga yo'l kirasini kelishilgan holda olib borib o'rnatib beramiz. Olib borib o'rnatishimiz xizmati bepul bo'ladi.
son anaqasini yo'l kirasini kelishilgan holda bo'ladi. Dastlabkasi kelishiladi vodiydan tashqari, lekin xizmati bepul, o'rnatish xizmati bor, o'rnatish bepul bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Mana yangi high-tech fasollar nima deyapti? Bularga ham bitta ahamiyat beringlar, o'ng'aringlar. Xo'p, bular qanaqa bo'lgan sizga? Xo'p, Abdurahmon aka, bu listlar poni qalinlar bo'lgan, 550 ming so'mdan. 550 ming so'mdan nijavekasi bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bu 600 ming nijavekasiga qo'shilib qoladi. 600 ming so'm общий расходga qo'shilib qoladi. Общий расходga nijaveka bo'lsa qo'shilib qoladi. Agar nijaveka qo'shilmasa 550 ming so'mdan bo'ladi. 550 ming so'mdan tayyor bo'ladi. Lekin mag'ilini bo'lsa, xuddi mana shuni kvadratini 400 ming so'mdan qilib beramiz. Listlari, profillari birlikda bo'ladi. List 09, profillari birlikda bo'ladi. Ha, tushunarli. Xo'p, puliga yarashasini xullas chiqarib beriladi. Xo'p, shu holatda общий turishi necha pulga chiqyapti? Xo'p, buni turishi 5 million 6 million 100 ming so'm bo'ladi. Nijavekasi bo'ladi. Agar nijavekasi olmasa, xo'p 5 million 600 ming bo'ladi. O'zi hech qancha rasm qilmas ekan, o'ng'aylar, mana nijavekalarni. Yo'q aka, sochlaring, tarasalar ham ag'a ham ko'rinib. Bu turishi xudo xolasa 6 million 100 ming, 6 million 200 mingga xudo xolasa olib borib o'ynaydi. Xo'p, 320 tepalariga ham lazerli niyavishni qilib lazer ishlatganmiz. Havo aynalab turishi uchun darvozaxonada. Xudo xolasa. Gullarga chiqib berilgan, xudo xolasa. Keyingilarni bitta ko'ringlar. Xo'p, bularimiz qanaqa fason endi? Bu kubi 1 2 yil oldin rosa trendda bo'lgan robot bu. Trendda bo'lgan onlar mana buni ham ish qog'ozlari bor, xudo xolasa mana. Oldinali listli robotlarga listlarini. Listli darvozalarga mana shunaqa qilib chiqarilardi, do'ppi qilib ishirib chiqarilardi. Hozir endi tayyor shtamp bo'lgan pressligi ham chiqqan. Xo'p, buni kvadrat metrini 400 ming so'mdan boshlab 550 ming so'mgacha qilib beramiz. 550 minggacha qilib berasiz. Qilib beriladi. Xo'p, shu holatda nechaga necha dedingiz? 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5 holatlaring bo'lsa, mana shu ko'rinishda o'rnatib qo'yib olsalar ham bo'ladi. 4 million 900 ming so'mga olib borib xudo xolasa o'rnatib beramiz. Agar siz nomingizdan chiqsa bonusdan qilib beramiz, xudo xolasa. Shu joyiga bitta lakni bosib berasizlar. Bunimiz qanaqa aka? Xudo xolasa bunisi zakaz. Xudo xolasa buni ham 1-2 kunda o'rnatamiz. Xo'p, eniga 2 metr, bo'yi 3,40. Tepasi havo aynalib turishi lazer, milliy lazer deyiladi, milliy nomi. Ash lazerdan foydalanganmiz. Xudo xolasa. Xo'p, profillari buruch, listlari buruch. Mana old orqalari geometrik yo'li mana shuncha o'yin. Duplab turib xudo xolasa. Mana bitta eshitdinglar. Xo'p, aka endi bitta so'rashda iloji boricha mana shu har xil pulga misol qiynalgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Arzonroqdan, zo'ridan ham bitta laqib bering. Bo'ldi, xudo xolasa, sizga hurmatingiz bor. Mana. Xudo xolasa mana shu 2024 oxiri 25 ta boshlarda mana o'sha trendga chiqayotgan robot, mana shu yangilik darvoza. Xo'p, mashina 3x3 razmerda, 3x3 razmerda, 3x3 razmerda o'zi 4 million 3 million 800 sotiladi. Agar siz nomingizdan chiqsa 3 million 600 mingga olib borib o'rnatib beramiz. Ustanovkasi, qulf kaliti hamma yo'q ichida bo'ladi. 3 million 600 ming so'mga qilib berasiz. 3 million 600 mingga ustanovkasi bilan olib borib o'rnatib beramiz. Bu yangilik fason. Yangilik fason. Profillari birlikda bo'lgan, listlari 09. Xo'p, bonusiga Abdurahmon aka, so'kasini 8 yilda 1.5 qilib beramiz, shani tomonini 1.3 qilib beramiz. Asosiy yuk tushadigan joylar. Asosiy yuk. Tayda mashinangizdan profilni ham 1.3 qilib beramiz. Old orqalarni geometrik qilib mana mashina yutqa robotda mana duplab shuncha lishniy ovozi yo'q mana. Xudo xolasa, lishniy ovozi old orqani geometrik qilib shunchalar qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, shu holatda 3 million 600 ming. 3 million 600 ming so'mga dastlabki ustanovka hamma yo'q ichida. Ashinga aka 50 ming so'm o'tib berasiz. 50 ming 100 ming o'tib berasiz. Bo'ldi, 3,5 millionga olib borib o'rnatib beraman. Bo'ldi, gap. Odamlar maza qilsa. Odamlar maza qilsa mana 3,5 million so'mga zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa. Bunimizni narxi necha pul deding? Buni 3 million 800 ming so'mga olingan darvoza. Qalinda 3 million 800 ming. 3 million 800 ming so'mga. Hop, eni 2 metr, bo'yi 3,40. Buni qalinda bo'lgan, niyavishni bo'la high-tech. Narigini nijavekasi yo'q mana. Nariginda ham bunda yo'q. O'shani hisobiga chordor, agar nijavekasi bo'lsa yana bir 3-400 ming qo'shilib qoladi nijavekasi. Ketgan rasxodiga qarab qo'shib hisoblab berishadi usta. Qora nijavekami, uzoqdan nijavekka o'xshaveradi mana kirasi sepilgan. Bo'ldi. O'shani hisobiga. Bo'lgan ekan. Xo'p, endi bularchi, bularni qaranglar. Xo'p, bu ham Dubay fasonimiz, yangilik fason. Xo'p, eni bo'y 3x3. Buni ham xudo xolasa siz nomingizdan chiqsa 3 million 600 ming, 3 million 500 mingga olib borib o'rnatib beraman. 3 million 500 mingga. Vodiy bo'ylab 3 million 500 mingga yo'l kirasi, ustanovkasi hamma yo'q ichida bo'ladi. So'ragan bu, bu yerda ruchkalari hammasi xudo xolasa, uy egasini oldida korobkada yangi zamoyda ochib, chiroyli qilib, ochib olib borib o'rnatadi. Chiroyli bo'lib, cho'tka qilib o'rnatib beramiz, ustanovka qilib beramiz. 3x3 3 metrga 3 metr deyishyapti, kvadrat 9 kvadrat atrofida 3 million 500 ming so'mga. Achchitasini bonusiga qo'yib yuboramiz, xudo xolasa. Qiynalgan, siz aytganda qiynalgan oilalar xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Qadrdonlar. Mana keyingisi nechiga necha? Xo'p, bu 3,5 ga 3,5 skironiy fason, bu ham yangilik fason.
Aha. O'tgan yil 24 boshida rosa trendga chiqdi bu. Yonidan ko'rsataylik. Aha. Yangilik bo'ldi. O'ziga yarasha skromniy darvoza, xudo xolasa. Xudo xolasa mana. Xizmat qilishi nimalari yaxshi. Qiziq Buni kvadrat 400 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ustanovka qulub kalit hamma yo'q ichida bo'ladi. 4 million 900 ming olib borib o'rnatiradi. 400 ming so'mdan kvadrati. 400 ming so'mdan, 4 million 900 ming. 4 million 900 ming so'mdan. Kichkina darvoza bas bular, katta Xudo darvoza. xolasa mana eni bo'yi 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5 ha? Xudo xolasa ko'ryapsizlar yonida qanday turibdi. Sexda o'zimiz ishlaymiz, odam ishlatmaymiz, xudo xolasa. Monisini qaranglar. Bu ham neobычный fason ekan. Bu ham Xudo xolasa. xudo xolasa zakazga qilingan robot 550 minglik xonasini mana tagiga shibellar, yangi blok shibellar qilib beramiz. Stoykalar 8 yo'l, o'zim ko'rganyapman. stoykalar 8 yo'lda 1.5 senka bo'ladi. Aha. Profillari polniy 1.3, listlari 1.3 bo'ladi. Old orqalari germetka bo'ladi, shumkali bo'ladi mana. Xudo xolasa mana do'ppilab turishi. Bu qalinda olib borilgandan keyin xudo xolasa bitta anaqa chaqiraydigan qo'yib qo'yadi. Bo'lmasa uyda egalari eshitmay qolishi mumkin. Shumkali bo'lib. Xudo xolasa mana. Xo'p, narxi necha pul qilib beramiz aka buni? Usta buni oxirini 540 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida taylanish yo'llar qilib, polniy qalinda fullida qilib beramiz, xudo xolasa. O, xudo xolasa mana qaranglar. Sizlarga qanaqadir darvozalar mana xohlasalar mana bunaqangiz, xohlasalar high-tech fasollardan xudo xolasa hammasidan bor deyishyapti. Agar misol internetda qanaqadir robotlar ko'rib qolsa, fason tashlasa o'zingiz yasab beraverasizmi? Xudo xolasa birga bir qilib joylarga moslab yasab beraveramiz, xudo xolasa. Joyiga qarab turib yasab berishaveradi. Masalan, 4 ga 4 robot, eni bo'yi 4 ga 4 robot bo'lib turib, joylari 370 ga 3,5 bo'lib qolsa, xudo xolasa o'zlariga tushadigan qilib bitta rasm ko'rsatamiz. Aka mana shu ko'rinish mana shunaqa bo'ladi, bo'laveradi. O'shandan xudo xolasa birga bir qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa. Qadrdonlar, hozir ustakalar ishlayotgan jarayonlari bilan hozir men sizga video davomida ulab boramiz. Qadrlar, xohlasalar mana bunaqangi o'zimizning milliy naqshda xohlasalar high-tech fasollarda zal bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa, ustaxonaga ketdik.